1945-yil 9-avgust kuni biz turgan Yaponiyaning Nagasaki shahrining markaziga siz ko'rib turgan The Fat Man, ya'ni semiz odam deb nomlangan atom bombasi AQSh VVSlari tomonidan tushirilgan edi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Nagasakining atom bombasi muzeyiga xush kelibsizlar. Demak, siz ko'rib turgan maket bu haqiqiy shu yerga tushirilgan bombani razmer nuqtai nazaridan maketi. Uni uzunligi 3 metr 25 cm va atrofdagi diametri 1 metr 52 cm. Demak, buni og'irligi 4,5 tonnadan iborat. Bunday bombani demak atom bombani oddiy bombadan farqi shundan iboratki, bu portlagandan keyin atrofdagi barcha odamlarda onkologik kasallar boshlanadi. Ushbu bombani ichki tomoniga yaxshilab e'tibor bersanglar, bu yerda mana plutonium. Qadrli do'stlar, bu muzey haqidagi eng qiziqarli faktlarni shu kunlarda Mr. Otabek TV kanali orqali birgalikda tomosha qilamiz. Demak, Mr. Otabek TV kanalida va Nagasakining bomba muzeyida ko'rishganda ko'rishguncha.